Bir kishi o'limidan keyin Allohdan uning butun bosib o'tgan hayot yo'lini ko'rsatishini so'rabdi. Kutilmaganda u o'z izlari bilan yonma-yon yurgan qandaydir izlarni ko'rib qolibdi. Ey Alloh, yuzlanibdi u Allohga. Mening izlarim bilan yonma-yon ketayotgan kimning izlari bo'ldi ekan? Bu mening izlarim, javob beribdi Alloh. Men doim sen bilan birga yoningda yurganman. U kishi yana sinchiklab qarasaki, hayotining eng og'ir damlarida oyoq izlari faqat bir juft ekan. Ey Alloh, yuzlanibdi u Allohga. Nega eng og'ir va xavfli damlarda, sening yordamingga eng muhtoj bo'lgan damlarimda sen meni yolg'iz qoldirib ketgansan? Qara, bu yerda faqat bir kishining izi. Shunda Alloh unga baland ovozda: Noshukur banda, eng og'ir kunlaringda men seni qo'limda olib yurganman.